U Suriya prezidenti bo'lishi mumkin edi. U oddiy josus emas. U butun bir davlatning taqdirini o'zgartirgan shaxs edi. Uning ismi Eli Cohen. U suriyalik yuqori martabali amaldorlar va harbiy generallar bilan bir dasturxon atrofida o'tirar va shu bilan birga ularning har bir so'zini Isroilga yetkazardi. U qanday qilib bu darajaga yetdi? Bugungi videoda shu haqida bilib olasiz. Agar taqdim etayotgan videolarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Bu bizni qo'llab-quvvatlayotganingizni anglatadi. Eli Cohen dunyoga kelganda Isroil razvedkasi Mossad ham va hatto Isroil davlatining o'zi ham mavjud emasdi. U 1924-yilda Iskandariyada suriyalik dindor yahudiylar oilasida dunyoga kelgan. 1948-yilda dunyo xaritasida Isroil davlati paydo bo'lgach, arab mamlakatlaridan bo'lgan 10 minglab yahudiylar kabi Eli Cohenning ota-onasi ham mamlakatga ko'chib kelishadi. Ammo Cohen Misrda qolib yahudiy oilalariga Isroilga ko'chib o'tishda yordam beradi va maxsus xizmatga ma'lumotlar yetkazib turadi. 1956-yilda Suvaysh inqirozi yuz beradi. Misr va Isroil o'rtasidagi aloqalar to'liq uziladi. Antisemitizm to'lqini boshlanadi va salkam barcha yahudiylar mamlakatni tark etishadi. Ular orasida Eli Cohen ham bor edi. U tarixiy vataniga qaytadi va birdan razvedkada faoliyatini davom ettirmoqchi bo'ladi. U arab dunyosi, madaniyati va tilini yaxshi tushunganligi uchun o'zini aynan razvedka uchun kerakli deb hisoblaydi. Ammo Mossaddagilar aksincha, uni juda ham ko'zga tashlanuvchan, tavakkal qilishga moyil va asosiysi Misr maxsus xizmatlari nazariga tushgan deb hisoblashardi. 1950-yillar boshida Misrda Cohenni Isroil razvedkasi bilan aloqadorlikda ayblab hibsga olishgan. Ammo o'shanda u tergovni shunchaki yahudiylarga uy topishda yordam berganligiga va ular nima ishlar bilan shug'ullanganliklarini bilmasligiga ishontirgan. Uni qo'yib yuborishgan. Ammo Mossaddagilar Misr kuch ishlatar tuzilmalari Cohenning yuzini eslab qolgan bo'lishi mumkinligi va yollanma josus sifatida uni o'lim kutib turgan bo'lishi mumkin deb hisoblashgan va tavakkal qilmaslikka qaror qilishgan. Eli orzusini bir chetga surib qo'yib oddiy hayot kechirishga majbur bo'lgan. U Batiyamga ko'chib o'tgan, Mashbir tarmog'ida oddiy buxgalter bo'lib ish boshlagan va Iroqdan ko'chib kelgan yahudiy ayol Nadia bilan oila qurgan. Ammo Mossad u haqida unutmagandi va kunlarning birida uning eshigiga kelishgan. U 1960-yilda agent sifatida tayyorgarlik mashg'ulotlarini boshlagan. 9 oylik muntazam tayyorgarlikdan so'ng u yangi odamga aylangan. Ya'ni Komil Amin Ta'bet. Ko'zga tashlanib turadigan, o'ziga ishongan, uzoq yillardan buyon Argentinada yashab kelayotgan va endi o'z vatani Suriyaga qaytib, uning iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shish niyatida bo'lgan suriyalik tadbirkor. Reja o'ta mukammal tuzilgandi. Unda haqiqiy Argentina biografiyasi, hujjatlari, lahja va hayot tarzi bor edi. Did bilan kiyinar, qimmatbaho mashinalarda yurar, kechki bazmlar tashkil qilar, fransuz, arab va ispan tillarida erkin suhbatlashardi. Xullas, qisqa vaqt ichida Ta'bet Buenos Airesdagi boy va katta ta'sirga ega arab diasporasining o'z odamiga aylandi. Bundan ham asosiysi, u keyinchalik Suriyaning kelajagini o'zgartirib yuboradigan inson bilan Suriya elchixonasining harbiy attashesi Amin al-Hofiz bilan yaqin bo'lib olgan. Ularning do'stligi shiddat bilan kuchayib borgan. Ikki do'stni ham bir-biriga o'tkir aql, xarizma va o'ziga bo'lgan ishonch bog'lab turardi. Komil ideal ittifoqchi, vatanparvar arab bo'lib ko'rinardi. Hofiz unga ishonar, Suriya kelajagiga doir rejalari haqida so'zlab berar va muhim uchrashuvlarda o'zi bilan birga olib yurardi. Kutilmaganda Hofizni Damashqqa chaqirib lavozimini ko'tarishganda, u Ta'betga ham o'zi bilan birga do'sti va yaqin maslahatchisi sifatida borish taklifini beradi. Shunday qilib Mossad agenti qisqa fursatda derazalari Suriya armiyasining bosh shtabiga va prezident saroyi tomonga qaratilgan xonadonga joylashadi. Bir necha yil davomida u o'z xonadonida shampanlar, sigaralar taqdim qilinadigan hashamatli bazmlar tashkil qiladi. Uning mehmonlari orasida Suriyaning yuqori martabali amaldorlari va harbiy rahbarlari bor edi. Uni hamma yaxshi ko'rar va hurmat qilardi. Uni Suriyaga yordam berish uchun Argentinadan qaytib kelgan vatanparvar inson deb bilishgan. Ana shunday bazmlarda sokin atmosfera ostida mast qiluvchi ichimliklar ta'sirida ofitserlar, general va vazirlar hukumatning rejalari, rahbariyat orasidagi gap-so'zlar hamda shunga o'xshash ortiqcha ma'lumotlarni gapirib qo'yishardi.
kim kimni yoqtirmaydi-yu, kim davlat to'ntarishi qilmoqchi. Keyingi harbiy operatsiya qanday bo'ladi-yu, qaysi pozitsiyalarni mustahkamlanishi reja qilinmoqda. Ertalab esa Eli Cohen shunchaki derazadan qarab, prezident saroyiga va bosh harbiy shtabga kimlar kelib ketayotganini tomosha qilardi. Mehmonlar tarqalgach esa hamma ma'lumot to'g'ri Isroilga yetkazilardi. Bunday qimmatli xodim Massadda undan avval ham, keyin ham bo'lmagan. Eli Cohen Isroilni tom ma'noda bir necha bor qutqarib qolgan desak mubolag'a bo'lmaydi. 1964-yilda suriyaliklar Isroilning Tabariya ko'liga borib quyiluvchi Yordan daryosi oqimini o'zgartirishni rejalashtirishgan. Maqsad daryo oqimini o'zlari tomonga yo'naltirib yuborish orqali Isroilni ichimlik suvining 1/3 qismidan mahrum qilish edi. Operatsiya qat'iy tarzda sir saqlanardi. Suriyaliklar maxsus texnikalar sotib olib, maxsus bo'linmalar tashkil qilgan holda kanal qurilishini boshlab yuborishgandi. Bularning barchasi Eli Cohenning ko'z o'ngida sodir bo'layotgandi. Uchrashuvlarning birida harbiylar mast holatda unga loyihaning tafsilotlari haqida gapirib qo'yishgan. Cohen esa zudlik bilan ulardan olingan tafsilotlar, qurilish joylari va kanal sxemalari haqida ma'lumotlarni Isroilga yetkazgan. Shunda Isroil havo kuchlari ishga kirishgan. Isroil harbiy samolyotlari maxsus havo operatsiyasi o'tkazib, kanal qurilishiga jalb qilingan barcha og'ir texnikalarni vayron qilib tashlagan. Shu bilan suriyaliklarning daryo yo'nalishini o'zgartirish rejasi vayron bo'lgan va loyiha yakunlangan. Bilamizki, Eli Cohenni Suriyada vatanparvar deb hisoblashgan va u yuqori martabali harbiylarning yaqin do'sti bo'lgan. Kunlarning birida u suriyaliklar Isroilning asosiy qismini o'qqa tutgan Golan tepaliklardagi artilleriya pozitsiyalarida bo'lgan. U harbiylar ochiq osmon ostida quyosh nurlari ta'sirida issiqda qanchalar qiynalayotganliklariga e'tibor qaratgan va soya salqinlik berib turishi hamda kirish qismlarini himoyalashini aytib, bunker atrofiga evkalipt daraxtlari ekishni taklif qilgan. Suriyaliklar bunday g'amxo'rlikdan mamnun bo'lib taklifni qabul qilishgan. Natijada esa 1967-yildagi 6 kunlik urushda Isroil havo kuchlari bombalarni shunchaki Golan tepaliklaridagi bir to'ppak daraxtlar ustiga uloqtirib, dushmanni osonlikcha mag'lub etishgan. 1963-yilda ilojsizdek tuyulgan hodisa yuz bergan. Suriyada davlat to'ntarishi sodir bo'lib, hokimiyatni Baas partiyasi egallab olgan. Prezidentlikka esa Eli Cohenning o'sha biz bilgan yaqin do'sti Amin al-Hofiz kelgan. Endi Isroil josusi Suriya haqida mutlaqo hamma narsani bila olardi. U osonlikcha harbiy obyektlarga kirib, u yerlarni suratga ola olardi. Suriya xavfsizlik kuchlari polkovniki unvonini olgandi. Ba'zi manbalarga ko'ra, unga mudofaa vaziri maslahatchisi lavozimini taklif qilishgan. Qo'lga olingan vaqtida esa hatto prezidentlikka da'vogarlar safida 3-shaxs darajasida bo'lgan. 1964-yil oxirida Cohen Isroilga yashirincha 3-farzandining tug'ilishiga yetib boradi. Uzoq vaqt davomida Suriyaga qaytishni xohlamaydi. Butun boshli josuslik operatsiyasi shu darajaga yetgandiki, hamma qandaydir noma'lum xavfni his qilardi. Ammo Isroil bunday agentdan, bunday imkoniyatdan judo bo'lishni istamagan va uni Suriyaga qaytishga ko'ndirishgan. Cohen ketarkan, xotiniga bu uning so'nggi komandirovkasi ekanligini va'da qilgan. Komil Amin Taabet Damashqqa qaytganda allaqachon ichkaridagi sotqinni izlash ishlari jadal tarzda boshlangan edi. Suriyaliklar kimdir barcha ma'lumotlarni isroilliklarga faol tarzda yetkazayotganini va bu odam hukumatdagi yuqori martabali amaldorlardan biri ekanligini tushunishgandi. Bu masalada Suriyaga Sovet ittifoqi o'zining yangi radio texnikasi bilan yordamga kelgan. Maxfiy tarzda har kuni kechki mahal radiopelengator bilan jihozlangan mashina shahar ko'chalarida yurib efirni diqqat bilan tinglagan. Shunday tunlarning birida Suriya prezidentining yaqin do'stining yashash xonadonidan taralayotgan shifrlangan signalni aniqlashga muvaffaq bo'lishgan. Eli Cohenni ma'lumot yetkazayotgan yerida qo'lga olishgan. Isroil uni qaytarishga qattiq harakat qilgan. Suriyada Cohenni qiynoqlarga solishgan va Damashq bosh maydonida osib o'ldirishgan. Yaqindagina barchaga sevimli bo'lgan, ammo Isroil josusi bo'lib chiqqan Komil Amin Taabetning osib o'ldirilishini tomosha qilish uchun maydonga 10 mingga yaqin odam kelgan. Eli Cohenning jasadini Suriya Isroilga topshirmagan. Mana oradan o'nlab yillar o'tdi hamki, hamon uning jasadi qayerdaligi noma'lum.
2018-yilda Mossad Suriyada muvaffaqiyatli amaliyot o'tkazib, Eli Cohenning qo'l soatini Isroilga qaytargan. May oyida esa Suriya razvedkasining to'liq Eli Cohen ishiga bag'ishlangan arxiv materiallarini yashirincha olib chiqib ketishgan. Materiallar ichida Cohenning avvallari hech kim ko'rmagan original hujjatlari, o'limga hukm qilinishidan bir necha soat avval oilasiga yozgan vasiyati, maktublari, u foydalangan soxta hujjatlar, shaxsiy buyumlari va hatto Damashqda yashagan xonadonining kaliti ham bor edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.